Bitta joy ko'rsataman, qarab turinglar o'rtoqlar. Mashaalloh. 16 sotiq. Umuman odam kirmagan ekan. Hattoki qorovullar ochib bering, bitta ko'ringlar aka deganda ham ochib berilmagan ekan. Egalar o'zlari uchun qurgan. Lekin juda ham zo'r. Bu dachamiz sotuvda o'rtoqlar. Qaranglar. Hamma narsaga e'tibor berilgan ekanda. Suvi deysizlarmi, ko'mir kotyoli deysizlarmi, elektritskiy kotyolni o'zlariga alohida transformatorlar, dvijoklar hammasini qilishgan ekan. Dachi bo'lsa mana shunaqa bo'pti-da, qaranglar, katta basseyn, bu yoq tomon saunali joyi. Hozir uylarning ichini ko'rsataman. Lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bitta like bosib qo'ying, hammamizga nasib qilsin. Agar yoqqan bo'lsa, shundoq keling, lokatsiya tashlab beriladi. Bitta ko'rib olasiz, lekin uylarning ichini ko'rsataman. Zo'r. Kirishinglar bilan bu tomonda bitta katta zal, bu yoq tomonda qishki oshxona. Qishki oshxonasi qaranglar. Umuman klient uchun qilinmaganda o'zlari dam olishgan, faqat bu tomonga e'tibor beringlar. Katta zal, kamin, mashaalloh bilan qaranglar. Bu yoqda birinchi yotoqxona. Juda ham zo'r, katta. Minus 1 podvoli bilan 3 etaj tepaga chiqaylik. Bu eng tepadagi qavati. 4 bitta spalni, katta zal. Bu yoqda o'sha pastlikdagi sanuzeli va bu yoq tomonda ikkita xona bor ekan. Hamta joy bor, balkonga chiqib ketadigan. Bu yoq detskiy qilingan ekan va bu yoqda katta spalni. Deskin yonidagi katta roditelskiy spalni qaranglar. Pastga tushamiz. Minus 1 da ham bitta katta shunaqa zal bor. Ham o'tiradigan joy bor qaranglar. Zimniy basseyni joyi. O'sha paytda endi katta zimniy basseyn bo'lmagan, kattalashtirib olsanglar bo'ladi. Mana shu joy o'zi zimniy basseyn xona ekanda, katta. Yonida saunasi ham bor. Joy bemalol xullas. Ham ko'rinishga e'tibor beringlar. Gap bo'lishi mumkin bo'lsa. Asosiy qismi narxi startoviy $525,000 deyilyapti. 16 sotiq Xumson dala mahallasi. O'zi odamlar juda ham shunaqa narsaga ishib qolsa ekan, yaqinda shunaqa katta dacha qo'ydik. Yuzlab odamlar telefon qilishdi. Bu ham kimgadir nasib qilsa, like bosib qo'ying. Olgan odamga xayrli, barakali bo'lib kelsin.